Hurmatli yurtdoshlar, 20 avgust Tadbirkorlar kuni arafasida davlatimiz rahbarining tadbirkorlar bilan 6-ochiq muloqotiga qizg'in tayyorgarlik ko'rilmoqda. Kelib tushgan murojaatlarning raqamli tahliliga to'xtalib o'tsak. Bugungi kun holatiga ko'ra jami 3879 ta murojaat kelib tushgan bo'lib, ulardan 3639 tasi qo'ng'iroqlar orqali, 240 tasi esa Telegram bot orqali qabul qilindi. Ushbu murojaatlarning 1780 tasi ijobiy hal etildi, 2099 tasi esa ko'rib chiqish jarayonida. Murojaatlar mazmuniga ko'ra quyidagi sohalarga oid. Bank moliya masalalari bo'yicha 644 ta, tadbirkorlarning huquqiy himoyasini kuchaytirish bo'yicha 633 ta, tadbirkorlikni tartibga solishni soddalashtirish bo'yicha 557 ta, soliq tizimini takomillashtirish bo'yicha 365 ta, infratuzilma bilan ta'minlash bo'yicha 371 ta, shuningdek ishlab chiqarish maydonlari bilan ta'minlash, tashqi iqtisodiy faoliyat va investitsiyalar, tadbirkorlar mahsulotlariga bozor topish, tadbirkorlikni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va boshqa masalalarga oid murojaatlarni tashkil qiladi. Hududlar kesimida esa eng ko'p murojaatlar Toshkent shahri 494 ta, Qashqadaryo viloyati 457 ta, Samarqand viloyati 365 ta, Jizzax viloyati 325 ta, Toshkent viloyatidan 320 ta kelib tushdi. Respublika shtabining faoliyati haqida ham to'xtalib o'tish lozim. Ayni paytda shtabda 54 ta vazirlik va idoralardan jalb etilgan mutaxassislardan iborat ekspert guruhlari tomonidan bugungi kunga qadar tadbirkorlardan kelib tushgan 193 ta tizimli muammolar ko'rib chiqilmoqda. Jarayon faol davom etmoqda va tadbirkorlarning murojaatlari hamda so'rovlari yo'llanmoqda. Davlat rahbarining ochiq muloqotiga tayyorgarlik ko'rish doirasida tadbirkorlar bilan bevosita uchrashuvlar tizimli ravishda tashkil etilmoqda. Mas'ul tashkilotlar tomonidan bugungi kunga qadar 1128 ta uchrashuv o'tkazilib, ularda 17140 nafar tadbirkorlar ishtirok etdi va ular tomonidan 6687 ta taklif va masalalar bildirildi. Shu bilan birga biznes ombudsmani va savdo-sanoat palatasi tomonidan o'tkazilgan 89 ta uchrashuvda 4151 nafar tadbirkor qatnashdi. Tadbirkorlar tomonidan jami 1119 ta tizimli va individual masalalar bildirildi. Alohida ta'kidlab o'tish joizki, tadbirkorlardan kelib tushayotgan har bir murojaat real vaziyatni chuqur tahlil qilish, sohadagi tizimli masalalarni oldindan aniqlash va ularga nisbatan eng maqbul yechimlarni ishlab chiqishda muhim asos bo'lib xizmat qilmoqda. Aynan shuning uchun ham barcha tadbirkorlarni bo'lajak oliy darajadagi muloqot kun tartibini shakllantirishda yanada faol bo'lishga va o'zlarini qiziqtirayotgan masalalar hamda takliflarni yo'naltirishga chaqirib qolamiz. Eslatib o'tamiz, tadbirkorlarning murojaatlari 24/7 rejimida uzluksiz qabul qilinmoqda. Buning uchun ekranda ko'rsatilgan qisqa raqamlar, elektron platformalar, shuningdek Telegram botlari orqali bog'lanishingizni so'raymiz. E'tiboringiz uchun rahmat.